Jiddiy diqqat! Bu raqamlar sizni befarq qoldirmaydi. O'zbekistonda o'lim darajasi keskin oshdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yil davomida o'lim soni chorakdan chorakka oshdi. Ayniqsa, xavotirga soladigan narsa shundaki, yil oxiriga kelib, o'lim soni yil boshiga nisbatan 4 baravardan ko'proq oshdi. Bu oddiy statistika emas, bu jamiyat uchun jiddiy signal. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, o'limning aksariyati qon aylanish tizimi kasalliklari bilan bog'liq, ya'ni yurak-qon tomir kasalliklari. Bundan tashqari, onkologik kasalliklar, ya'ni saraton ham o'limning asosiy sabablaridan biridir. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, ko'p hollarda o'limning oldini olish mumkin edi. Mutaxassislar bir necha bor ta'kidlaydilar: nosog'lom ovqatlanish, kam harakat turmush tarzi, stress, chekish va alkogolizm yurak va qon tomir kasalliklarining asosiy sabablari hisoblanadi. Shuning uchun har birimiz uchun bitta chaqiriq bor. Sog'lom turmush tarziga o'tish. To'g'ri ovqatlanish. Muntazam ravishda jismoniy mashqlar qilish. Vaqti bilan tibbiy ko'rikdan o'tish. Sog'lig'imizni e'tiborsiz qoldirmaslik. Iltimos, ushbu xabarni yaqinlaringizga yuboring. Buni keksa yoshdagilarga va yurak yoki qon bosimi bilan bog'liq muammolarga duch kelganlarga yetkazing. Bugungi xabardorlik ertaga hayotni saqlab qolishi mumkin. Sog'lomlik eng katta boylikdir. Unga g'amxo'rlik qilish har kimning qo'lida.